Assalomu alaykum hurmatli Saida Mirzayeva. Menga boshqa chora qoldirishmadi. Men shunga majbur bo'ldim. Kechadan boshlab men ochlik e'lon qilganman. Xo'sh, buni haqiqatda aniq qilmasligim uchun siz meni uyimga kelmagunizcha, meni ishim hal qilib bermagunizcha men ochlik e'lon qilishni davom ettiraman. Men konkretniy mana shu nima deydi? Haqiqiy isbot dalillari bilan ochlik e'lon qilaman. Sizdan iltimos o'tinib so'rayman, yordam berishingizni. Mana ikkita kalit ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Hech qanaqam yo'q. Hammasi yopilgan, zanjirlangan. Bo'ldi, endi bu anaqani men suvga tashlab yuboraman. Suvga tashlab yuboraman. Ochilmaydi, qaytib ochilmaydi bu narsa. Bo'ldi. Siz xalq bermagunizcha hal bo'lmaydi. Suvga tushib ketdi.